Bo'stonliq ot bozori Platina 28-dekabr 2025-yil. Yilning oxirgi yakshanbasi. Bozorda otlar juda ham ko'p. Ko'p beriladigan savollardan, kommentlardan bozorda yaxshi ot chiqmaydi. Yo'q, adashasiz, xato qilasiz. Bizda shunaqangi zo'r otlarning videosi borki, ot olmoqchi bo'lgan ishqibozlarga bozorga kelib, yoqqan otni tanlab, minib ko'rib, narxini kelishib sotib olishingiz mumkin. Yoki o'tirgan holingizda bizga murojaat qiling, biz sizga bo'yini, yoshini, rangini aytsangiz, o'shanga qarab moslab sizga ot olib berishimiz mumkin. Qozog'istondan ot olib kelishyapti, uni ko'rishingiz mumkin. Qirg'izistondan ot olib kelishyapti, uni ham ko'rishingiz mumkin. Yoki o'zimizning O'zbekistondagi xonadonda boqilgan, dala-dashlarda boqilgan otlarni ko'pkarida tarbiyalab yoki dalalarda tarbiyalab olib kelishyapti, uni ham ko'rishingiz mumkin. Ma'qulini tanlab, yoqqanini olishingiz mumkin. O'z kichikroq olganda otlar olish osonroq. Sizda oldi baba. Oldi. Allah Allah. Bak, kerak.